Assalomu alaykum, hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun sal o'zgacharoq eksperiment o'tkazmoqchimiz. Bitta ikkita akalar yozgan ekan kommentariyada, o'zingiz yasamaysiz ekan deb. To'g'ri, ko'p narsalarni o'zimiz yasalmaymiz, chunki montajda yo bo'lmasam razmerda bo'lib qolaman. Lekin shu ishni qilib o'rganib, shu ishni boshlaganmiz. Hozir zakazlarimiz ichida bitta kichikroq eshigimiz bor ekan, shuni yasab eksperiment test qilmoqchi edik. Sababi men shogird bo'lib yurganimda shaxsan o'zim shaxsiy rekordim, aytaylik bitta bani eshikka 18 minut bo'lgan. Hozir shuni yana bir qator qaytarib ko'rmoqchimiz. Qanchada yasab bo'laman. Usta bo'lib, katta bo'lib, qo'limizga shogirdlar olgandan keyin ishlar esimizdan chiqib ketdimi yo sekinlashib ketdimi? Buni bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugunga Qodirjon bo'ladi. Videoni vaqti yo bo'lmasam kesilish montajlari bo'lmaydi, sekundometrga qo'yib qo'yamiz. Qancha vaqtda bo'lishini bemalol ko'rishlar mumkin, lekin video tezlashishi mumkin. Chunki vaqt ko'payib ketmasligi uchun tezlashtirib qo'yilgan holatda montaj qilish mumkin, lekin kesilmaydi. Bo'lmasam boshladik. Razmerimiz mana shu bitta kichkinagina eshigimiz 79 ga 197, tashqariga 10 qo'l tomonga ochiladi. Ko'rib turing. Ko'rib turibsizlar, hamma yo'g'ini tayyor qilib olganman. Kosa, o'rta, lambralarigacha. Qani bo'lmasa, bismillah deb ishni boshlaymiz. Sekundometr ketdi. Boshlash. Who am I to disagree?
Bu paytda bular ancha oson bo'lardi, chunki shoda turgan paytda bunaqa bosma rezinalar qilinmas edi. Ishlayotgan paytda ikkita rezina bo'lardi, kesgan holatida shular o'tkazib qo'yib bo'lmaydi. Hozirgi shogirdlarda eng asabiga tegadigan narsa ham именно mana shu bosma rezina bo'ladi. Biz shogird bo'lib 4 kishi ishlaganmiz. Burbek, men, Abror, Muhammad Yusuf. Ko'pchiliklarning taniysizlar bu bolalarda, to'g'ri Abror ijtimoiy tarmoqda yo'q. YouTube kanalini yuritmaydi. Muhammad Yusuf Al-Asr Akfa kanali admini. Ular zo'r usta. Burbek Golden Akfa. Imman Futbol Akfa. Bizlarning ustamiz mana o'zim Radman akam bo'lgan. Akani asosiy birinchi tergan brigadasi biz bo'lamiz. To'g'ri, birinchi shogirdlardan emasmiz, chunki birinchi shogird Islom akam bo'lgan. Bu ham begona emas, o'zimiz ammamiz o'g'li. Почти shogird emas edi, akam sherigi hisobda.
Undan keyin mandan keyin Durbekdan keyin muqomatchisi. Yo'q, birinchi Abror, keyin Durbek keyin. Nima muqomatchisi keyin. Shunday bo'lib birinchi brigadamiz keldi. Hozir agar o'sha bolalar ko'rsa, kommentariyada ham yozishadi. Hozirgi shogirdlarga biz paytda qiladigan ishlarimizni aytsa, ertaga o'xshab tuyuladi. Lekin bir kunda ikkita montaj bitardi. Ikkita zakaz yasab tayinlanardi. 2013 da ochgan bo'lsa, yozaman bunga. To 2020-yilgacha Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida ishlagan. Biz o'sha Yozyovon tumanida shogird bo'lib tushganmiz. Xudo xohlasa hozir 2026-yil kelish arafasida umuman akfa olamiga kirib kelganimizga nasibsi 13 yil bo'lyapti. Biz Abror, Durbek, men yoshimiz teng edi. Asosan Durbek bilan ko'p shunaqa musobaqa qilib turardi. Kim birinchi yasashdi. Chunki ikkovimiz ham bir xil paytda shogird bo'lib tushgandik. Ikkovimiz ham gilam ustalardan biri. Kim birinchi yig'i bo'lish, kim birinchi montaj qilib bo'lish. Endi o'zimiz qarab, hali shogirdlar o'rtasida musobaqa deydi. Endi shunaqa qilib musobaqalashib turardik. Boshingni qarasiga sol bo'lay arasiga asrahming kelmaydi yodode birovning bolasiga boshing bilan ko'zingga oshna bo'lsam o'zingga Sabah
시간 같이 고하니 진리하는 최대한 사기 아마이 이 샤는야 이들 스나는 내가 고하니 İşbalda işçisine kötü, olarak kantıra kötü, yüksünmeni duyuyorum. Sensizliği kötü, kötü, sevapıştan kalamam. Ama kötüyü başka tamam, sözlerimden unutmayam. Ben de bizden sağlamam. Vedat bu kadar seninle durun, her başına kaldır durun. Canlı verilmez seçenek, işlerim ne yoktur bunun. İşte nasıl tuzul duyan, kasırlar hamdızıl duyan. Ya bu şahane anladım, asıl sözüm tuzul duyan. İşte nasıl katliamı, dünya yardım bakımı. Hadi Allah, işkımızda, kalp bulavlar, sahibimi. Ben geliyor, oturup ayağa, sınav, var, düzgün ayağa. O'rtoqlar 38 minut o'tib ketdi-yu. 18 minutda yig'ardim oldin. Bu shu joyda to'xtadi, sababi petlarimiz kam ekan. Petlarni qo'yib, ilib qo'yilsa bo'ldi. Buni yana bir 5 minut vaqt yetardi. Ruchka zamogi montajda o'rnatiladi. Xudo xohlasa bit. Qaribmiz. Ancha qaribmiz. Kommentariyada yozishganlaricha bor ekan, shogirdlarga ishonib juda ko'p ishda o'zimiz bemalol bo'lib qolyapmiz ekan. Asosan kesib berardik, razmerini chiqarib, zaifkalarni tayinlab, yig'ish, ilish bo'l ishlari bilan shu bolalar shug'ullanadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, yana chiqarishga harakat qilamiz. Qubbokifo bilan qoling, Qubbokifo doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Bitta like.